Yoshlar yangi tarix yaratadigan oltin avlod. Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan birinchi va ikkinchi Renessansni buyuk alloma va mutafakkirlarimiz yaratgan bo'lsa, bugun tarix navbati sizlarga bermoqda. Ishonchim komil. Sizlar barcha sohalarda mamlakatimiz bayrog'ini baland ko'tarishga qodirsiz. Sizlar yangi O'zbekiston bunyodkorlari sifatida yangi tarix yaratadigan oltin avlodsiz. Yoshlarga bildirgan katta ishonchi butun O'zbekiston yoshlari qatori tumanimiz yoshlarini ham yangi marralarni zabt etishga ruhlantirib yubordi. O'tgan yillar davomida yoshlarimiz orasida ko'plab chempionlar, iqtidorlilar, turli kasb egalari yetishib chiqdiki, bugun ular yangi O'zbekistonni qurish yo'lida fidokorlik ko'rsatmoqdalar. Tumanimizda yoshlarga bo'lgan e'tibor katta. 2022-yilda tuman hokimining qarori bilan markazda 2 qavatli bino qurilib, yoshlar markazi tashkil etildi va uni tasarruf etish huquqi bilan yoshlar ishlari bo'limiga berildi. Bu yerdan kutubxona, ma'naviyat bo'limi, IT markazi, shaxmat xonasi, xodimlar xonasi, zal va boshqalar o'rin olgan. 2026-yil binodagi 4 ta xonani o'quv markazlariga berib, yoshlarni kasb, hunar va zamonaviy tillarga yo'lga qo'yildi. O'tgan yillar davomida yoshlar 5 tashabbus olimpiadasida faol ishtirok etishdi. Jumladan, 2023-yilda olimpiadada ishtirok etish uchun 4149 nafar, 2024-yilda 50507 nafar, 2025-yilda 68712 nafar, 2026-yilda 74631 nafar yoshlar ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, shundan 2023-yilda 37601 nafari, 2024-yilda 49801 nafari, 2025-yilda 54631 nafari, 2026-yilda 62710 nafari qamrab olindi. 5 tashabbus olimpiadasida sportning shashka yo'nalishida A ligasida respublika bosqichida Hikmatullayev Shohjahon Furqat o'g'li faxrli 2-o'rinni qo'lga kiritib, mahallasiga sport maydonchasi qurilishi yutug'ini qo'lga kiritdi. Tumandagi mahallalar yoshlar yetakchilar tashabbusi bilan 2023-yil 17 ta, 24-yil 28 ta, 25-yil 31 ta, 2026-yil 37 ta turli to'garaklar tashkil qilinib, ularga 5371 nafar yoshlar qamrab olindi. 2024-yilda tumandagi 210 nafar 10 turdagi xorijiy tillarni xalqaro imtihon tizimlari bo'yicha yuqori ball olgan yoshlarga 170 million so'mdan ortiq imtihon topshirish xarajatlari qoplab berilgan bo'lsa, 2025-yilda 240 nafar yoshlar xorijiy tillarning xalqaro imtihonlardan yuqori ball olib, ularga 210 million so'mdan ortiq imtihon topshirish xarajatlari qoplab berilgan. Mahalla yettiligi tavsiyasi bilan dehqonchilik qilish istagidagi 398 nafar yoshning dastlabki elektron ro'yxatlari shakllantirilib, 114 gektar yer maydoniga elektron onlayn auksion savdolariga chiqarilgan. 238 nafar yoshlar 88 gektar yer maydonlarini e-auksion.uz elektron platformasi orqali yutib olgan. 2025-yilda yoshlarga dehqonchilik uchun ajratilgan yer maydonlaridan 3 martagacha hosil olishga erishilishi natijasida 368 tonna hosil yetishtirilib, 1 milliard 98 million so'm daromad ko'rildi. 202 nafar yoshlar yosh fermerlar platformasi orqali ro'yxatdan o'tkazilgan bo'lib, daromad mablag'lari kiritib kelinmoqda. Misol uchun, Olmador mahallasi 8 Og'ayni ko'chasi 40-uyda istiqomat qiluvchi Rahmatov Ismoil Islom o'g'liga 0.47 ga yer maydoni ajratilgan bo'lib, bugungi kunga qadar tarvuz, kartoshka hamda qulupnay yetishtirish orqali jami 65 million so'm sof daromad topmoqda. Mazkur ko'chaning 131-uyida istiqomat qiluvchi Rahmatova Dilbar Abdulaziz qiziga 0.33 ga yer maydoni ajratilgan bo'lib, bugungi kunga qadar salat bargi, kartoshka hamda qulupnay yetishtirish orqali jami 45 million so'm sof daromad topmoqda. 2023-yilda 481 nafar, 2024-yilda 649 nafar, 2025-yilda 583 nafar yoshlarning bandligi ta'minlanishiga erishildi. 2026-yilda aniqlangan 268 nafar ishsiz yoshlar ro'yxati shakllantirilgan. Tuman darajasidagi 36 ta mas'ullarga biriktirib berilgan edi. Yoshlarning xohish istaklaridan kelib chiqqan holda hozirgi kunga qadar 206 nafar yoshlarning bandligi ta'minlangan.
2024-yilda 156 nafar yoshlarga oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari doirasida 3 milliard 296 million so'm imtiyozli kredit mablag'lari ajratilgan. 2025-yilda 681 nafar yoshga oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari doirasida 8 milliard 149 million so'm imtiyozli kredit mablag'lari ajratilgan. Shuningdek, 17 nafar yoshga subsidiya asosida mehnat qurollari va asbob-uskunalar ajratilgan. Yoshlar daftari platformasiga 2023-yil 1980 nafar 5 milliard 485 million so'm mablag' hisobidan, 2024-yil 878 nafar 3 milliard 485 million so'm mablag' hisobidan, 2025-yilda 207 nafar 1 milliard 251 million so'm mablag' hisobidan ijtimoiy qo'llab-quvvatlash orqali amaliy yordam ko'rsatilgan. Hozirgi jarayonda 32 nafar yoshlarga yordam ko'rsatilishi kutilmoqda. Biznesga birinchi qadam loyihasi orqali bugungi kunga qadar 8 nafar yoshga 735 million so'm kredit mablag'lari ajratilib, 7 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Misol uchun, O'ratepa mahallasida istiqomat qiluvchi Nig'matullayev Mohirjon O'tkir o'g'liga Aloqa bank orqali 80 million so'm kredit ajratilib, bugungi kunda u yog'ochlarga ishlov berish bilan shug'ullanib kelmoqda. Kelajakka qadam loyihasi doirasida bitiruvchi yoshlarning bandligini ta'minlash maqsadida bir nafar bitiruvchiga Milliy bank orqali 50 million so'm miqdorida imtiyozli kredit ajratildi. Natijada 4 yangi ish o'rinlari yaratildi. Yoshlarni tadbirkorligi ko'plab quvvatlash, yoshlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash davlat maqsadli jamg'armasi orqali 3 nafar yoshga 100 million so'm miqdoridagi kreditlar ajratildi. Ko'mak loyihasi doirasida esa 2 ta loyihalar moliyalashtirish maqsadida kengashga kiritildi. 4 ta olis mahallalarga qo'shimcha kiritish uchun tuman hokimligi nomidan xat orqali takliflar kiritildi. Yil davomida 48 marotaba rahbar va yoshlar uchrashuvi rejalashtirilgan bo'lib, shu kunga qadar jami 31 marotaba uchrashuvlar tashkillashtirilgan hamda uchrashuvlarda 992 nafar yoshlar ishtirok etgan. Uchrashuvda 124 ta muammolar ko'tarilgan bo'lib, ularning barchasi hal etilgan. Ibrat farzandlari loyihasi doirasida 2024-yilda foydalanuvchilar soni 11937 nafarni tashkil etgan bo'lsa, ularning 3427 nafariga til sertifikatlari berilgan. 2025-yilda bu ko'rsatkich 17821 nafardan oshdi. Til sertifikatini olganlar soni 6957 nafarga yetdi. 2026-yilda bu ko'rsatkich 19116 nafarni tashkil etdi. Til sertifikatini olganlar yoshlar soni 7240 nafarga yetdi. Qizlar akademiyasi loyihasi doirasida 2024-yilda loyihadan foydalanuvchilar soni 1495 nafarni tashkil etgan bo'lsa, ushbu ko'rsatkich 2025-yilga kelib 4591 nafarni tashkil etdi. 2026-yilga kelib esa 5499 nafarni tashkil qilmoqda. Ustoz AI loyihasi doirasida 2024-yil loyihasi doirasidagi 8055 nafar foydalanuvchi ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, ushbu ko'rsatkich 2025-yilga kelib 16144 nafarni, 2026-yilga kelib esa 19820 nafarni tashkil etmoqda. Mutolaa loyihasi doirasida 2024-yilda loyiha doirasidagi foydalanuvchilar soni 16115 nafar bo'lsa, 2025-yilga kelib ushbu ko'rsatkich 21461 nafarga yetib, o'qilayotgan kitoblar soni jami 30249 dan oshdi. 2026-yilga kelib ushbu ko'rsatkich 25384 nafarga yetib, o'qilayotgan kitoblar soni jami 36682 dan oshdi. Loyiha doirasidagi 2902 nafarni tashkil etgan bo'lsa, 2025-yilda ushbu ko'rsatkich 5197 nafarni tashkil etdi. Loyiha a'zolari tomonidan 9130 ta bosh qotirmalar bajarildi. 2026-yilda ushbu ko'rsatkich 6271 nafarni tashkil etmoqda. Loyiha a'zolari tomonidan 12470 ta bosh qotirmalar bajarilgan.